Aşık bulup Rabbimning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an keldin harakatga. 7. Mujohidlarning ishida yana jihodi sabablik jihad ibodatining ajriga erishishni va Allohga yaqinlashishni niyat qilmasdan balki dunyo matolardan birini qo'lga keltirishni niyat qilgan kishilar bor. Agar kofirlar bilan jihad qilish to'g'ri kelganda kofirlardan g'animat tushmaydigan bo'lsa, bundaq kishilar jihoddan to'xtab qoldi. G'animatdan cheklansa ham g'azotdan qilib qoldi. Agar bu kishi g'azot jarayonida o'ldirilsa, tashqi ko'rinishda shahid hukmida bo'lsa-mu, amaliyotda shahid bo'lmaydi. Niyati saf bo'lmaganlikdan uningga ajr ham berilmaydi. 8. Mujohidlarning ishida kishilarga ko'rsatish, anglatish va faxrlanish bilan hamda kishilarning g'ozi, shijoatlik deyishi uchun jihad qilgan, ammo qilgan jihodida Alloh roziligini ko'zlamaydigan kishilar ham bor. Bundaq kishi dushmanlar tarafidan o'ldirilsa, shahid bo'lmaydi. Hamda Allohning dargohida ajriga erisholmaydi. U bu niyati sabablik katta ziyon tortadi va oxiratda xor zabulluqqa loyiq bo'lib qoldi. Alloh uningdan saqlasin. Ilgirki hadisda o'tgandek, bu turdagi kishilar qiyomat kuni do'zaxga tunji tashlanadiganlarning qatoridan bo'ldi. U niyatining to'g'ri bo'lmaganligi sabablik bu katta azobni Alloh tarafidan o'ziga vojib qilib oldi va shu hasratlik azobga tegishlik bo'ldi. Chunki u bu ibodat bilan uni yo'lga qo'ygan va bu ibodatga haqiqiy loyiq bo'lgan Allohni qo'yib, ma'budning roziligini ko'zlab, Allohga sherik keltirgan riyokor bo'ldi. Agar u mushu niyatga kirib qolsa, jihodida ajr va savobni ko'zlash bilan birga nom atoqqa erishish, madhilanish, olg'a ilgirliganda boshqalarning shijoatlik deb sifatlashini orzu qilish qatorliqlar aralashib ketgan bo'lsa, garchi uning tashqi ko'rinishi shahid hukmida bo'lsa-mu, ammo jihad yoki shahidlikning ajrini olmaydi. Oyat hadislar shuningga dalolat qildiki, uning niyati shundaqla bo'lgan bo'lsa, uningga savobni berilmaydi, jannatga ham erisholmaydi. Shundaqla uning amali va jihodining bekor bo'lishi, ajr savobining qo'ldan ketishi bilan birga o'zining eng qimmatlik, eng aziz jinini pido qilgan turibmi, yana ziyon tortishdan iborat yomon oqibat uningga yetarlikdir. U jihad va o'ldirilishning alamlarini tortish bilan birga uning alimi Alloh yo'lida o'ldirilgan muxlis kishilarning alamlari yengil qilingandek yengil qilinmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo mundaq deydi: Men sheriklarning sherikligiga qat'iy hojati tushmaydigan zotdirman. Kimki bir amalni men uchun qilib, uningga mendan boshqani sherik qilsa, ya'ni boshqalarni ko'rsin deb riyo qilsa, men uningdan ado judoman. U amal sherik keltirgan kishi uchun bo'ldi. Abu Said ibn Abu Fuzala radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. Alloh barliq xaloyiqni shaksiz bo'ladigan qiyomat kuni to'plaganda bir jakarchi kimki o'z amalda Allohdan boshqa birini sherik qilgan bo'lsa, savobini shuningdan talab qilsin. Alloh o'ziga sherik keltirib turib qilingan amaldan behojatdir, deydi. 9. Mujohidlarning ishida Allohga yaqinlashishni va Allohning kalimasini oliy qilishni orzu qilmasdan, balki alamlik ojizlikdan, qaytirishga tegishlik qarzdan, qutulolmagan peqirlikdan, beshiga kelgan yomonliklardan va tushgan musibatlardan biroqli qutulib ketish uchun jihad va g'azot qiladigan kishilar bor. Bu xil kishi haqida ikki xil ehtimollik bor. Biri, bu kishi Allohning dargohida shahid emas. Chunki u Allohga yaqinlashish va Allohning kalimasini oliy qilishni niyat qilmagan. Yana biri, u shahid. Chunki u o'z jinini boshqa jangga emas, balki jihodga sarf qildi. O'z rag'batini boshqa jangga emas, balki jihodga qaratdi. Buningda ikkinchi xil ehtimollik birinchisiga qaraganda to'g'riga yaqinroq. Lekin bu xil kishi qilgan jihodi bilan Allohga yaqinlashadigan sodiq muxlislar darajasiga yetolmaydi. Qilgan g'azdiga haq olgan kishi haqida. Qilgan jihodiga haq olgan kishi haqida olimlar ixtiloflashdi. Ba'zilari chekildi, yana ba'zilari ruxsat qildi.
qilgan jihodiga haq elishni durust deb qaraydiganlarga qarshi fikrdagilar mundaq deydi. Agar u haq olmasa, jihodga chiqmaydigan bo'lsa, u qilgan jihodi bilan ajr savobga erisholmaydi. O'ldirilsa, shahid bo'lmaydi. Bu mujohid jihad maydoniga mol dunyo uchun kelib, keyincha Alloh uningga xolis niyat ato qilsa, ondan u o'ldirilgichi dushmandan qochmay, dushmanga oldini qilgan holda urushgan bo'lsa, uning shahid bo'lishi umidlikdir. Lekin u toki xolis niyatga kelguncha atigan oqshomda dushmanga yurish qilish jarayonidagi yo'l mushaqqatlari, chang to'zon, xiyim xatar qatorliq jafolarga savob berilmaydi. Chunki uningga haq berilmasa, jihodga chiqmas edi. Agar u kishi jihodda o'zini qamdig'idekmi narsa topolmag'idek darajada kambag'al bo'lib, jihodga tayyorlanish uchun haq olsa, bu kishi qilgan jihodida ajrga erishidi va haq elishi qilgan jihodidagi savobiga nuqson yetkazmaydi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: G'ozi o'z ajriga erishidi. G'ozini jabdob urushga avatkuchi bo'lsa, o'zining ajrini va jabdob qo'ygan g'ozining ajrini tang oladi. Bir kishi g'azotga chiqishdan burun bir xizmatkor yollab, uning g'azotga chiqishi uchun emas, balki faqat o'zining xizmatini qilish uchun yollagan bo'lsa-mu, lekin u xizmatchi ham xolis niyat bilan jangga qatnashsa, uningga urushning ajri berildi. Shuningdek, tijoratchi va sanoatchilarmi Alloh uchun sodiq niyat bilan jang qilsa, ular Alloh taolaning dargohida savobga erishadi. Agar Alloh yo'lida o'ldirilsa, shahid bo'ladi. Samimiylik bilan jihodga chiqqandan keyin riyoning paydo bo'lishi haqida. Tövəndə rastçıl və xolis niyat bilan Alloh yo'lidagi g'azotga chiqib, jangga kirgandan keyin qalbiga riyo kelib qilishning masalasi haqida tafsiliy to'xtalamiz. Riyo paydo bo'lishidan ilgari qalbda Allohga bo'ysunish va yaqinchilik hosil qilish istagi bo'lsa, uningga savobi berildi. Ya'ni uning riyosiz qilgan Alloh yo'lida pul sarf qilish, mujohidlarni jihodga tayyorlantirish, jihodni kutib ribotda turish va harisda turish qatorliq amallarida ajrga erishadi. Riyokorlik uningdan keyin sodir bo'lgan amallarni bekor qilyapsimi, lekin uning qalbida riyo sodir bo'lishdan ilgari qilgan amallarini bekor qilyapmaydi. Mümin kishi Allohning rahmatining kengligi hamda o'z bandalariga sexiylik va yaxshilik bilan muomala qilishni orzu qildi. Agar bir kishi qalbiga riyo ketishdan ilgarimi savobli ish qilmagan bo'lsa, ondan jihodga chiqqanda birdala qalbiga riyo ketsa, uningga ajr bo'lmaydi-da, jihod maydonidagi amallarining hammasi bekor bo'lib ketadi. Agar xolis niyat bilan jihodga chiqib, ikki qo'shin urushish uchun saf tuzishgandimi, uning xolis niyati o'zgarib ketmasa, hamda riyo va faxrlanish qalbida shakllanmasa, uningga dastlabki niyati kifoya qildi-da, u Alloh yo'lida jihodga chiqqanlik uchun ajrga erishadi. Kimki Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa, u Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi. Uning qalbida dastlabki niyatini botil qildigan ishlar yuz bermasa, shu kifoya. Dastlabki niyatni jihodning har bir qadami va har bir vaqtida ko'z oldiga keltirib turish shart qilinmaydi. Faqat jihoddagi niyatni buzdigan omillar yuz bermasa kifoya. Agar uning jihodi Alloh yo'lida bo'lmay, balki yuz obro'ga ta'sir yetib qilishdan qo'rqish yuzidan bo'lsa, hamda ig'ir paytda jondan qochsa, uning niyati Alloh uchun bo'lmaganligi sababli qilgan jihodida ajrga erisholmaydi. Mujohid riyo va faxrlanish, kishilardan qilgan jihodida maqtab uchirishni tamo qilish, qilolmagan ishlarda ularning so'kishi va har xil so'zcho'chak qilishidan qo'rqish qatorliqlarni o'z xiyoli va qalbidan yiroq qilish kerak. Jihodini bekor qilib tashlaydigan bu xatarlik omillarni alohida tirishchanlik ko'rsatib yo'qotish kerak. Faqat Alloh uchun bo'lgan xolis niyatini amalga oshirishda, xuddi o'rkashlab oqqan iqin suvda barcha imkoniyatidan ayrilib g'arq bo'layotgan kishidek Allohga iltijo qilish kerak. Umidki Alloh uning ojizligi va amalsizligini e'tiborga olib, hayotining oxirida bo'lsa-mu, uningga ixlosni ilhom qilsa, shu sababli shahodat baxtiga erishib, namratlikdan qutulib, saodat xazinasi bilan zafar tepishi mumkin. Alloh taolo
xohlagan kishini xatolikdan saqlab to'g'ri yo'lga yetakligüchidir.